Assalomu alaykum Showcars kanali obunachilari. Bugun sizlarga ikkita model haqida ko'rsatib o'tmoqchiman. Jack JS8 va Jack JS6. Buni rassrochiga ham chiqarib beramiz. Boshlang'ich to'lov qilib, qolganini 6 oygacha bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Tan narxi o'zgarmaydi. Xo'p, ichki ko'rinishlari. Sport rejimlari bor. Lyuk panorama, 360 kamera, hamma narsasi bor. Sidinalar elektronik, pamyat sidinalari ham bor. Orqa ko'rinishlari bu. Bagaji ham kattagina. Elektronli ochiladi. Xo'p, endi J8 ga keladigan bo'lsak, bu 7 kishilik, bu faqat kreditga chiqadi. Lekin buni ichki ko'rinishlari ancha keng. 7 kishilik ham. Avtohold, elektronli ruchnoy, hamma narsasi bor. Palasa ushlaydi. Patskanli joylari bor. Lyuk, panorama, sidina abagrifflari bor. Hamma narsasi elektronli bunda ham. Orqadan ko'rinishlari. Endi bu 7 kishilik bo'lgani uchun bagaj lekin ozgina kichkinaroq bo'ladi, lekin bemalol joylashtirsa bo'ladi. Ikkalasida ham 1.5 turbina motor bo'ladi, propan o'rnatsa bo'ladi. Bagaji elektronli yopiladi.